taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiki kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Har bir mahallada duv-duv gap. Ana shunday bunyodkorlik ishlari tinch va osoyishta hayotimizning ramzi aslida. O'zbek uchun vatanni obod qilishdan ko'ra xayrli maqsad yo'q. Biz ham ushbu bunyodkorlik ishlariga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shish maqsadida xonadon loyihasiga start berish arafasidamiz. Ishonamizki, siz ham bizga masofalardan turib xayrixohsiz. Sizni xonadonimizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. O'tgan sonimizda yosh bo'lishiga qaramay o'z sohasida yutuqlarga erishgan dizayner qizning xonasini yangilash ishlarini boshlagandik. Eski ta'mirni olib tashlab, yangilash jarayoniga kirishgan edik. Bu safar esa o'sha nuqtadan davom etamiz. Sizni yangi bosqichlar, ijodiy g'oyalar va kutilmagan o'zgarishlar kutmoqda. Agar siz uy yoki ofis uchun ishonchli konditsioner qidirayotgan bo'lsangiz, Artel brendi ostidagi konditsionerlar siz uchun eng optimal yechim bo'ladi. Sababi brend o'zida qulaylik, funksionallik va O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan xarakteristikani o'zida mujassam qilgan. Zamonaviy va minimal dizayn, past kuchlanishda maksimum imkoniyatda ishlaydigan konditsionerni faqat Arteldan topasiz. Ko'p va ko'p bilingan Dafna mebel brendi siz tomoshabinlarimiz uchun yangilik emas, chunki o'z qadrini biladigan va nozik didli har bir zamonaviy inson uyida-yu ofisida Dafna mebellardan foydalanishi shart. Biz ham shunday qilgan amal qilgan holda mebel tanlash kerak bo'lganda oyog'imizni qo'limizga oldik-yu Dafna showroomiga yugurdik. 30 yildan buyon millionlab mijozlar ishonchini qozongan Dafna o'z mijozlariga turli dizayn va o'lchamlarda tayyorlangan 3000 dan ortiq mebel turlarini taklif etadi. Yuqori sifatli materiallar, puxta ishlov va zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan san'at asarlari uyingiz va ofisingizga, umuman butun hayotingizga qulaylik hamda nafislik olib kiradi. Dafna hayotingizdagi har bir makonni yanada chiroyli, shinam va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Xonamiz uchun zamonaviy sport-trak yoritish tizimi o'rnatildi. Bu nafaqat energiya tejamkor, balki interyerga zamonaviy ko'rinish beruvchi dizayndir. Bu bizga energiya sarfini 40-50% gacha kamaytiradi. Har bir chiroq yo'nalishini mustaqil sozlash mumkin. Shuncha ta'rif va maqtovlar aynan sizning brendingiz uchun bo'lishi mumkin edi. Biz bilan hamkorlik siz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Avvalo xonaga asosiy ish quroli bo'lgan tikuv mashinasi o'rnatiladi. Dizaynerimizga mijoz kelganda ular bemalol o'tirib, dizaynni muhokama qilishlari mumkin bo'ladi. Ha, nimasini aytasan, agar ikkita o'rindiq qo'ysak, buyurtmachi kelib ham choy ichadi, ham o'z fikrini ayta oladi. Xonaga hamda biz polkali organizerlar qo'yamiz, unda tikuv iplari va turlicha detallar saqlanadi. Xonaga qo'shimcha qilib dazmol ham o'rnatiladi. Agar bu jihozni biz xonaga qo'ysak, u nafaqat dazmol ishini bajarishi mumkin, balki tikuv
tikuv jarayonida andozalash, bichish kabi ishlarni unda amalga oshirsa ham bo'ladi. Bu bilan biz dizaynerimizning ishini ham osonlashtiramiz, ham qulay bo'ladi unga. Bu bilan ishlari nafaqat qulay, balki funksional ham bo'ladi. Saranjon uyning farishtasi ko'p bo'lur deb, biz ham ishni saramjonlikdan boshladik. Homiylarimiz tomonidan kelgan mebellarni qahramonimizning didi va ehtiyojiga maksimal moslashga harakat qildik. Burchaklarning millimetriyu santimetrgacha to'g'irlagan mahoratli ustozodalarimiz ham baraka topishsin. Missiyamizni a'lo darajada bajarishga bizga ko'maklashishdi. Ha, bo'ldik. Va hojaga mana bunaqa mebellarni qayerdan topyapti bo'ladi, o'ylayapsizmi? Biza Dafna bilan birga ishlaymiz. Dafnaning 6 ta showroomi bor, 3000 dan oshiq tovari bor. 30 yildan beri ishlaydi. Mana buni qarang. Voy, o'ladi-yu. Tikuvxonamizga yarashganini qarang. Bosaveradigan joylar hojaga. Bu Dafna mebellari tomonidan dizayner qizimiz uchun yaratilgan maxsus dazmol stoli. Bu stolda kiyim ham bichiladi, tikiladi, ham dazmol qilinadi. Ya'ni dizaynerimiz tomonidan yaratilgan barcha san'at asarlari shu stolda yaratiladi. Olimlarning aytishicha, televizor ko'rish odamdagi stressni kamaytirishda va kayfiyatni ko'tarishda yordam beradi. Aynan shu sabab qahramonimiz xonasiga Artel kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yuqori sifatli Full HD televizorni o'rnatdik. Hozir sizlar bilan birgalikda navbatdagi yulduzli mehmonimiz Dilnoza opani kutib olamiz. Mana o'zlari ham kelib qolibdi. Assalomu alaykum Dilnoza opa, yaxshimisiz? Sizni xonadon loyihasida ko'rib turganimizdan mamnunman. Manam xursandman. Bizning navbatdagi ishtirokchimiz yosh bo'lishiga qaramasdan ancha iqtidorli dizayner qiz Sora, 16 yoshda ijodxonasini ta'mirlab berdik. Hozir siz bilan birga kuzatib, baho beramiz. O, menga ham qiziq. Qani ko'ramiz. Wow. Birinchi o'rinda yorug' bo'lgani zo'r bo'pti. Menimcha har qanday ijodkor buni xonada maza qilib ijod qiladi. Ayniqsa katta oyna, bo'y baravar oyna bu eng muhim. Men uchun ham masalan kir-urishdagi oyna juda ham muhim bo'ladi. To'g'risini aytsam, menga mebellar ham juda ham yoqdi. Ya'ni xona kichkina, lekin maksimalni ishlatishga qulay qilib tayyorlanibdi. Menimcha har qanaqa dizayner bunaqa xonadan maza qilib xursand bo'lgan bo'ladi. Ayniqsa mebellarni joylashuvi, ya'ni bizada matolarni taxlaganda mana bu nima desamkin bo'shliqlarni santimetrlargacha e'tibor beramiz, chunki mato taxlaganda hammasi bir tekis bo'lishi kerak, uni razmerlariga mos kelishi kerak. O'z qarovim hamma standart bo'yicha bo'pti. Sizning fikringizcha dizayner uchun, tikuvchilar uchun qay darajada muhim xonani jihozlangani, yangicha ta'mirlangani? Bu albatta juda ham boshqacha kayfiyat beradi, motivatsiya beradi, ilhom bag'ishlaydi. Chunki ba'zida nima desamkin, dizaynerlar, umuman ijodkorlar hamma narsasi yoyilib turishni yoqtirishadi, lekin o'ziga qulay bo'lgan xonada hammasi mana ko'z o'ngida turar ekan. Ayniqsa masalan polkalarni joylashuvi, hamma narsani joylashuvi ana ko'zini oldida tursa va o'zini ishlashiga ham qulay joy bo'lsa, ham ilhom keladi, ham hamma narsa tartibli bo'ladi. Bu juda ham muhim. Ish sifati yaxshi chiqadi. Albatta, albatta. Bu qizimizning eskizlari.
Mana bu yerda kolleksiya qilib tayyorlagan ekanlar, adras matosi bilan. Iqtidorli ekanlar. Iqtidorli, yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshigina talantli qiz. Mana bu ko'ylaklarni ham qizimiz tikkanlar. Bu oqshom liboslari. Oqshom liboslari. Ya'ni turli xil matolar bilan ishlagan ekanlar. Mana bu bichim ham o'ziga yarasha qiyin bichim hisoblanadi, lekin boshlanishiga yaxshi. Dilnoz opa, siz necha yoshdan boshlagansiz aynan ushbu ish faoliyatini? To'g'risini aytsam, men juda ham kichkinaligimdan bu narsaga, bu sohaga qiziqqanman. Esimni tanibmanki, men tikaman, bichaman, kesaman. Menimcha bog'chaga borgan paytimda qo'limga birinchi qaychini ushlaganman, ignani ushlaganman 4 yoshlar arafasida. Lekin mana bu kabi liboslarni 8-sinf, shu 14 yoshlar bo'ladimi? Shu naqa yoshda tikishni boshlaganman, ya'ni bu professional, butun to'laqonli liboslar bo'lgan. Men ham oqshom liboslarini yaxshi ko'rardim. Bu qizimizga o'xshab xuddi shunaqa siyatkalarni ishlatishni yaxshi ko'rardim. Sinfdoshlarimga ko'p tikib berganman. Mana shunaqa qilib professional darajagacha o'tganman. Qaysi uslubdagi kiyimlar bichilishi, tikilishi jihatdan qiyinroq hisoblanadi? Albatta bu klassik uslubdagi va oqshom liboslari, ayniqsa o'sha korset qismlari bo'lsa va klassik uslubda bu o'sha palto, pidjaklar, chunki ularning o'ziga xos texnologiyasi bor, astarlar bilan ishlash kerak, bu eng murakkablari. Bizni teleekran orqasida kuzatib turgan anchagina dizaynerlik sohasiga qiziqadiganlar bor. Ularga qanday tavsiyalar berasiz? Albatta har bir dizayner uchun o'zini individual yo'nalishini ko'rsatish juda ham muhim. Ya'ni liboslar ko'p hozirgi kunda, ijodkorlar ko'p, lekin o'ziga xosligini ko'rsatsagina yorqin bo'la oladi va esda qolarli bo'ladi. 50 tish qilmasin, 5 tish qilsin, 10 tish qilmasin, 2 ta dona qilsin, lekin o'sha individuallik bo'lish kerak va ana shundagina imzosi bilan ishini boshlasa, keyinchalik ham mana shu yo'nalishda olib borsa, odamlar tez eslab qoladi va o'ziga xos bo'lgan mijozlar paydo bo'ladi. Birinchi maslahatim shu. Ushbu sohada muvaffaqiyatga erishishingizga aynan nima turtki bo'lgan? Bilasizmi, tajribamdan kelib chiqib bitta narsani ayta olaman. Har qanday imkoniyat kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, bu katta qadamlarga olib keladi. Balki ba'zida o'ylaymiz bu unaqa muhim emas, yoki masalan uchrashuv bo'ladi, yoki bitta qo'ng'iroq bo'ladi, yoki kimlardir tanishib qolamiz, yoki qanaqadir imkoniyat bo'ladi. Muhim emas, kichkina narsa deb o'ylaymiz, lekin ko'p narsa mana shu kichkina detallarga, elementlarga bog'liq bo'ladi. Yaqinda bitta kitob o'qigandim, trendlar haqida. Aynan shu trendlarni oldindan qanaqasiga sezish mumkin, bilish mumkin va shunda bir narsa bo'lgan. Har bir detalga, elementga, o'ziga qiziq bo'lmagan narsalarga ham bosh tiqib ko'rish, qiziqib ko'rish keyinchalik mutaxassis sifatida kuchli bir mutaxassisga aylanishga olib kelar ekan va buni o'zim ham hayotimda ko'rganman. Mana shu hozirgi yoshlarda ko'pchiligi bu menga qiziq emas, bu meniki emas, buni men qilishim shart emas degan narsa bor, lekin har bir narsaga bir detallariga e'tibor berib qaraladigan bo'lsa, bu hayotda juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin va maslahatim ham mana shu narsaga e'tibor berishligisini maslahat beraman. Inson o'z hayoti davomida o'z ustida izlanishdan hech ham to'xtamasligi kerak. Albatta. Shunda qandaydir natijaga erisha oladi. Albatta. Rahmat. Dilnoz opa, keling unda qizimiz Sorani taklif qilib, suhbatimizni davom ettiramiz birgalikda. Assalomu alaykum. Sora, salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Faqat undan oldin ishlaringiz bilan tanishdim. Juda ham chiroyli, juda ham o'sha ranglar bo'yicha chiroyli ishlaydi. Menimcha bu hammasi emas, bir qismi. Ha, albatta, bu bir qismi. Shu yoqqa olib chiqib qo'ygandim. Ijodxonangiz ham rosa chiroyli bo'libdi, yorug'. Hamma kerakli mebellarga to'la. Tabriklayman. O'zingizga yoqdimi? O'zimga judalar yoqdi. Hamma udobstolari bor, hamma narsaga boy joy bo'libdi. Juda ham udobniy menga bo'ldi. Endi maza qilib ijod qiling. Endi maza qilib kechqurun bilan ijod qilamiz.
Kelinglar, hozir ijodni aynan shu jabhada qilamiz. Ya'ni birgalikda qandaydir chiroyli eskiz yaratamiz. Kollaboratsiya. Kollaboratsiya. Marhamat, demak, siz chizing. Men sizga o'zini layf-haklarini o'rgataman. Bu siz uchun ham ajoyib master-klass bo'ladi. Da. Qani menga ayting, o'zi chizganda nimaga e'tibor berasiz? Men master-klasslardan ko'rganman. Lineyka bilan chizib olib, bosh, tana va oyoq otdellarini bo'lib olish kerak. Proporsiyalarini bo'lib olasiz. Proporsiya qilib boshga qarab qolgan частьlarni ham bo'lib chiqasizlar. To'g'ri, to'g'ri. Bu eng birinchi proporsiyasi va eskizingiz o'sha hamma qismi joy-joyida bo'lishi uchun yordam beradi. Xuddi arxitektorlar birinchi ustunlarini tayyorlab olishadi-ku, xuddi shunga o'xshab eskiz jarayonida ham mana shu birinchi tana qismlarini belgilab olish kerak. Eskiz chizishni ham o'ziga yarasha qandaydir tartib Albatta, albatta qoidalari bor. Masalan, katta brendlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizni nima desam ekan, professional darajada ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, eskizda ko'proq to'g'ri ko'rinishi, to'g'ri siluet chizishingiz kerak. Ya'ni model qanaqadir pozada emas, ya'ni to'g'ri turishi kerak. Demak, bu pozamiz noto'g'ri. Yo'q, bu noto'g'ri emas, lekin professional darajada eskiz, masalan, o'zingizni ishlaringizni bermoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda g'oyasini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, unda birinchi to'g'ri, tekis ko'rinishi beriladi. Bu ijodiy yo'nalishda, ya'ni kreativ tarafdan ko'rsatmoqchi bo'lsangiz o'zingizni, unda turli xil pozada bersangiz chiroyli. Masalan, libos chiroyli ko'rinadi, har xil detallari chiroyli ko'rinadi. Lekin masalan kolleksiyani, masalan 15 ta kolleksiya yoki bir moda haftalikka qatnashmoqchisiz yoki o'zingizni kolleksiyangiz qanaqadir loyihaga taklif qilmoqchisiz, unda birinchi eskizlaringiz sizda to'g'ri formada bo'lishi kerak. Ko'proq nimalardan ilhomlanasiz yoki qayerdan oldindan masalan g'oya bo'ladimi yoki chizayotganingizda bo'ladimi? G'oya ko'chada o'tib ketganda nimadir ko'rib qolsam, gulmi yo bulut chiroyli turgan bo'lsa, o'sha bilan men ilhomlanib, uyga kelib darrov o'shani chizishim kerak bo'ladi. Demak, masalan, mana bu umumiy formani tayyorlaganingizdan keyin, demak, detalingizni birinchi o'sha g'oyasi tayyor bo'ladi, qo'yasiz, to'g'rimi? Xayolimdan. Keyin o'shanga yarasha libos formasini tayyorlaysizmi yoki o'sha aniq bo'ladimi? Ko'pincha aniq bo'ladi. Agar aniq bo'lmasa, nima to'g'ri keladi, nima to'g'ri kelmaydi deb har xil variantlar ko'rasiz. Qilib, keyin точностini rezultatini qilamiz. Keling, bo'lmasa hozir bu yerda bitta yo'nalishni olamiz. Mana hozir ko'rdim. Yengil matolar bilan ishlangan romantik uslubdagi liboslarni tikkan ekansiz. O'zi qaysi uslub yoqadi? Ko'pincha romantik yoqadi va ko'pincha men oqshom liboslarini tikishni yaxshi ko'raman. Keling, oqshom libosini chizilib, ya'ni o'sha etagi keng bo'lsin, tepasi o'sha qomat bilan bo'lsin. Qani bitta variantda ko'ringlar. Hozir g'oya keldi bir tomon yelkaga yeng tushib, bir tomonda bo'lmasa, orqasi и pasi katta, пышный, fatinoviy bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi. Ya'ni asimetriya ham juda ham e'tibor tortadigan bichim. Asimetriyada ko'proq o'zi murakkab bichim bo'lgani uchun matolarda ko'proq oddiy matolarni ishlatishni tavsiya qilaman, ya'ni monoxrom bo'lishini. Masalan, ikki xil mato bo'lsa ham yoki bitta mato bo'lsa ham ortiqcha detallasiz, gullasiz, rang-barangsiz bir xil rangda bo'lgani yaxshi, chunki asimetriya o'zi murakkab arxitekturaga ega. Hozirgi kunda juda ham o'sha romantik uslub, jenstvenность urfda, ya'ni o'sha korsetlar urfga kirib keldi, pidjaklar oldin oversize bo'lgan bo'lsa, hozir beli toraydi, koftalarda hamda mana masalan ustunligida ham choponcha, ya'ni beli toraygan, ya'ni o'sha jenstvenность ayollarga xos bo'lgan detallar urfda. Dilnoz opa, mana bu ustingizdagi choponni o'zingiz tikanmisiz? Ha, bu o'tgan yilgi kolleksiyamdan o'zim yaxshi ko'rib kiyaman, bittasini olib qolgandim. Va mana shu aynan jenstvenность urfda bo'lgani uchun bosh kiyimlar ham o'ziga xos tarzda kirib keldi modaga. Va umuman bosh kiyimlar doim urfda bo'lgan, menimcha har doim ayollarning eng sevimli aksessuaridan bo'lgan.
Tak mana Soraxonni chizganlarini ko'rdik. Ya'ni bu yerda endi hozir tez chizdilar siluetlarini. Birinchi ana chernovoy eskizlari tayyor. Конечно, buni albatta hali yana ishlaymiz, lekin umumiy kompozitsiyasi jihatidan juda ham aniq, chiroyli, tushunarli libos bo'lgan. Albatta o'sha ranglari bo'yicha maslahatlarimni hisobga oling va umuman bunday liboslar menimcha har qanday yoshdagi, masalan, 30 gacha bo'lgan qizlarimizga, ayollarga yarashadi va o'sha nafisligini ko'rsatib turadi. 2-3 minutli endi eskiz jarayonini masalan ko'rdingiz, lekin agar jarayonda ish davomida sizga men tarafdan yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimni qoldiraman va o'zimizda ham Anor Fashion School ishlaydi. Ya'ni o'sha sizga o'xshagan qizlarimizni to'g'ri kolleksiya qilish, to'g'ri o'sha hamma ish jarayoni, brend jarayonini to'g'ri taqsimlash, to'g'ri rejalashtirishni ham o'rgatamiz. Sizga rahmat kattakon. Sizdan ko'p narsani o'rgandim. Xudo xolasa Anorda ham o'qishga harakat qilaman. Albatta keling, sizni kutamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling. Omad ishlaringizda. Rahmat. Chiroyli ijodxonalaringiz sizni katta-katta qadamlarga qo'yishga asosan ana poydevor bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat kattakon. Dilnoza opa, vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Qisqa vaqt suhbatlashgan bo'lsak ham, men ham o'zim uchun ancha kerakli ma'lumotlarni oldim sizdan. Xonadonda sizni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Rahmat, sizga ham loyihangizga omad tilayman. Juda ham zo'r loyiha bo'libdi. O'zim aynan mana shunaqa loyihaga juda ham qiziqaman har doim. Menimcha ko'rsatuv ham nima desam, kelajakda juda ham ommabop ko'rsatuv bo'ladi. Omad. Rahmat kattakon. Ko'ngillardan ko'ngillarga yetib boruvchi xonadon loyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Eng muhimi yakun baxtli bo'ldim. Ushbu davr mobaynidagi kichik urinishlarimiz, qahramonlarimiz bilan birgalikda siz aziz teletomoshabinlarga ham manzur keldi degan umiddamiz. Biz hali ko'plab xonadonlarga kirib borib, ko'plab insonlarga umid ulashamiz. Har bir tom ostida bir orzu, har bir devor ortida bir dard yashiringan. Biz esa ularni qidiramiz, topamiz va yordam qo'lini cho'zamiz. Bu loyiha bizniki emas, bu loyiha sizniki. Har bir homiy, har bir yordam qo'lini cho'zgan inson bu loyihaning asl egasi. Oldinda bizni bundan-da hayajonli daqiqalar kutmoqda. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi aynan siz. Ha, aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bizda shunaqa gaplar. Siz ham brendingiz bilan ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni ekranlarimizda ko'rsatilgan manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi manzillarda ko'rganda ko'rishguncha.